Bugun men juda ko'p pensionerlar, ularning farzandlari va vasiylari so'rayotgan muhim savolga aniq javob beraman. Pasport kitobchani albatta almashtirish kerakmi? Pensionerlarga biometrik pasport yoki ID karta shartmi? Bu masala juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam pensiya olishda, bankda, poliklinikada, notariusda yoki chegaradan o'tishda muammoga duch kelishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta insonlar hammani majburiy almashtiryapti ekan. Eski pasport bilan pensiya bermas ekan, ID karta bo'lmasa jarima bor ekan degan gaplardan xavotirga tushib qolishadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimga almashtirish kerak, kim shoshilmasa ham bo'ladi, qaysi holatda muammo chiqadi, qaysi hujjatlar kerakligini birma-bir tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar sizga ham, ota-onangizga ham kerak bo'ladi. Avval vaziyat qanday bo'lganini tushunib olaylik. Oldin O'zbekistonda fuqarolarning asosiy shaxs hujjati pasport kitobcha edi. Ko'pchilikda bu ko'k yoki yashil rangdagi varaqlari bor pasport sifatida yodda qolgan. Unda fuqaroning familiyasi, ismi, otaning ismi, tug'ilgan sanasi, yashash joyi, oilaviy holati, farzandlari haqidagi ayrim yozuvlar, ro'yxatdan o'tgan manzili kabi ma'lumotlar bo'lgan. Odamlar shu pasport bilan bankka borgan, pensiya olgan, uy sotgan, notariusga kirgan, kasalxonaga yotgan, poyezdga chipta olgan. Keyin davlat tizimi bosqichma-bosqich raqamlashtirildi. Avval biometrik pasportlar joriy qilindi, keyin ichki foydalanish uchun ID karta tizimi yo'lga qo'yildi. Bu o'zgarishning sababi oddiy. Eski pasport kitobchalarini qalbakilashtirish osonroq, ma'lumotlarni tekshirish sekinroq. Idoralar o'rtasida axborot almashinuvi qiyinroq edi. ID kartada esa elektron chip yagona identifikatsiya ma'lumotlari tezkor tekshirib imkoniyati bor. Davlat xizmatlari, banklar, pensiya jamg'armasi, soliq, notariat, tibbiyot tizimi bo'lgan sari elektron bazalar bilan ishlayapti. Lekin bu yerda eng katta chalkashlik paydo bo'ladi. Ko'pchilik biometrik pasport deganda hamma hujjatni bir xil deb o'ylaydi. Aslida ichki foydalanish uchun ID karta alohida, xorijga chiqish uchun biometrik pasport alohida. Agar pensioner faqat O'zbekiston ichida yashasa, pensiyasini olsa, poliklinikaga qatnasa, bank operatsiyalarini qilsa, unga asosan shaxsini tasdiqlovchi ichki hujjat kerak bo'ladi. Xorijga chiqmoqchi bo'lsa, unda alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Yana bir muhim narsa, hujjatni almashtirish masalasida hamma pensionerlar majburiy almashtirsin degan umumiy qoida bilan qarash noto'g'ri. Har bir holat alohida baholanadi. Pasportning amal qilish muddati bormi? Hujjat yaroqlimi? Undagi ma'lumotlar to'g'rimi? Fuqaro chet elga chiqmoqchimi? Bankda yoki notariusda ish qilmoqchimi? Yashash manzili o'zgarganmi? Familiya o'zgarganmi? Mana shular qaraladi. Men eng avval pensionerlarga aytadigan gapim shuki, agar sizda amaldagi yaroqli muddati tugamagan shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, faqat qo'shnim aytdi degan gap bilan yugurib borib almashtirish shart emas. Lekin hujjatingizga diqqat bilan qarashingiz kerak. Eng birinchi tekshiriladigan joy amal qilish muddatidir. Agar pasport kitobcha yoki eski biometrik pasport muddati tugagan bo'lsa, uni almashtirish kerak bo'ladi. Chunki muddati tugagan hujjat bilan bank, notarius, davlat xizmati markazi, ayrim tibbiy yoki ijtimoiy xizmatlar ishlamasligi mumkin. Masalan, 68 yoshli otaxon har oy plastik kartasiga pensiya oladi. U bankka borib yangi karta ochmoqchi. Bank xodimi shaxsni tasdiqlovchi hujjatni tekshiradi va ko'radi. Pasport muddati 2023 yilda tugagan. Otaxon esa 2025 yilda kelgan. Bank ehtiyot chorasi sifatida hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Chunki muddati tugagan hujjat shaxsni tasdiqlashda muammo tug'diradi. Natijada otaxon avval hujjatini yangilab kelishga majbur bo'ladi. Mana shu holatda pensioner bo'lgani uchun emas, aynan hujjat muddati tugagani uchun almashtirish kerak. Ikkinchi holat, hujjat yaroqsiz bo'lib qolgan bo'lsa. Yoshi katta odamlarning pasporti ko'pincha ko'p ishlatilgandan eskirib ketadi. Varaqlari yirtiladi, rasm joyi shikastlanadi, yozuvlar o'chadi, muhrlar ko'rinmaydi, nam tegadi. Bunday pasport amalda muammo keltiradi. Masalan, 72 yoshli onaxon tuman poliklinikasida elektron ro'yxatdan o'tmoqchi. Operator pasport seriyasi va raqamini ko'chirayotganda bitta raqam o'qilmaydi. Bazaga noto'g'ri kiritilsa, sug'urta, imtiyoz, nogironlik, pensiya ma'lumotlari chiqmasligi mumkin. Shuning uchun hujjat jismonan yaroqsiz bo'lsa, albatta almashtirish kerak. Uchinchi holat, shaxsiy ma'lumotlar o'zgargan bo'lsa, bu ko'proq ayollarda uchraydi. Masalan, familiya nikoh,
ajrim yoki boshqa sabab bilan o'zgargan, lekin hujjatda eski familiya qolgan. Yoki tug'ilgan sana, ism yozilishida xatolik bor. Ba'zan o'g'li yoki qizi yozilishi, lotin kiril farqlari, bitta harf xatosi keyinchalik meros, uy-joy, pensiya, bank, notarius ishlari uchun katta to'siq bo'ladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Bir onaxonning pensiya daftarchasida familiyasi bir xil, pasportida esa bitta harf boshqacha. Notarius meros ishda hujjatlarni qabul qilmaydi. Avval identifikatsiya va ma'lumotlarni tuzatishni talab qiladi. Shuning uchun pasportdagi ma'lumotlar boshqa hujjatlardagi ma'lumotlar bilan mos kelishi juda muhim. 4-holat, chet elga chiqish rejasi bo'lsa. Bu yerda juda aniq aytaman. ID karta O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun kerak, lekin xorijga chiqish uchun har doim ham yetarli emas. Chet elga chiqish uchun belgilangan tartibda xorijga chiqish biometrik pasporti talab qilinadi. Masalan, pensioner Qozog'istondagi farzandinikiga Turkiyaga davolanishga, Rossiyadagi nevarasini ko'rishga bormoqchi. U menda ID karta bor, yetadi deb o'ylasa, chegara va aviakassa masalasida muammoga duch kelishi mumkin. Xorijiy davlatga borishdan oldin albatta xorijga chiqish pasporti bor yo'qligini, uning muddati qancha qolganini tekshirish kerak. Ko'p davlatlar pasport muddati safar tugagandan keyin ham kamida 3 yoki 6 oy amal qilishni talab qiladi. 5-olat, pensioner bank, notarius, kadastr, sud, meros, uy sotish yoki sovg'a qilish kabi rasmiy ishlarni rejalashtiryapti. Masalan, 70 yoshli ota uyini o'g'liga hadya qilmoqchi. Notarius hujjatlarni tekshiradi. Agar pasport kitobcha eski, muddati yaqin tugaydigan yoki ma'lumotlari bazada to'liq ko'rinmaydigan bo'lsa, jarayon cho'zilishi mumkin. Notariusda ayniqsa shaxsni aniqlash juda qattiq talab qilinadi. Chunki uy-joy bilan bog'liq bitimlarda firibgarlik xavfi yuqori. Shuning uchun bunday yirik ishlarni boshlashdan oldin hujjatlaringizni tartibga keltirib oling. Endi kim shoshilmasa ham bo'ladi. Agar pensionerning hujjati amalda, muddati tugamagan, yaroqli, ma'lumotlari to'g'ri, odam chet elga chiqmaydi. Yirik notarial yoki bank operatsiyalarini qilmaydi. Pensiyasini muammosiz olyapti. Bunday holatda vahima qilish shart emas. Lekin baribir men maslahat beraman. Hujjatning amal qilish muddatini, seriya raqamini, tug'ilgan sana va ism familiyani bir marta tekshirtirib qo'ying. Chunki muammo odatda odam shoshayotgan paytda chiqadi. Kasalxonaga yotish kerak bo'ladi. Bankdan pul olish kerak bo'ladi. Meros hujjati ochiladi, safarga chipta olinadi. Ana o'sha paytda 2-3 kunlik ish 2 haftaga cho'zilib ketishi mumkin. Birinchi nozik joy pasport kitobcha va ID kartani bir-biriga aralashtirmaslik. Hozir O'zbekiston ichida fuqaroning shaxsini tasdiqlash uchun ID karta keng qo'llanadi. U plastik karta ko'rinishida bo'ladi. Unda asosiy ma'lumotlar va elektron chip mavjud. Lekin ayrim keksa fuqarolar pasportimni olib qo'yishsa, men hujjatsiz qolamanmi deb qo'rqishadi. Yo'q, sizga yangi shaxsni tasdiqlovchi hujjat beriladi. Eski hujjat esa tartib bo'yicha bekor qilinadi yoki belgi qo'yiladi. Muhimi, almashtirish jarayonini rasmiy idora orqali qiling. Hech qachon begona odamga pasportni berib yubormang. Ikkinchi nozik joy pensiya olishning o'zi. Ko'pchilik ID karta olmasam, pensiyani to'xtatib qo'yishadimi deb so'raydi. Men buni shunday tushuntiraman. Pensiya huquqi pasport turiga bog'liq emas. Pensiya huquqi sizning yosh, ish staji, to'langan badallar va belgilangan hujjatlar asosida tayinlanadi. Lekin pensiyani olish, bank kartasini rasmiylashtirish, shaxsni tasdiqlash, tiriklik holatini tasdiqlash, manzil va shaxsiy ma'lumotlarni solishtirishda amaldagi hujjat kerak bo'ladi. Ya'ni pasportning turi emas, uning amalda va yaroqli bo'lishi muhim. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki ba'zida ma'lumot chiqmasa, pensiya jarayonida vaqtinchalik muammo bo'lishi mumkin. 3-nozik joy uyda yotgan, kasal, nogironligi bor pensionerlar masalasi. Ba'zi onaxon otaxonlar tuman migratsiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga bora olmaydi. Bunday holatda farzandlar endi nima qilamiz deb qoladi. Amaliy yechim bor. Avvalo, yashash joyingizdagi ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, holatni tushuntirish kerak. Ba'zi hollarda xodimlar joyiga chiqish tartibi, vakil orqali ariza berish, vasiylik hujjatlari, tibbiy ma'lumotnoma kabi imkoniyatlarni tushuntiradi. Bu masalada og'zaki gapga ishonmang. Aynan o'z tumaningizdagi mas'ul idoradan yozma yoki aniq ko'rsatma oling. Chunki har bir vaziyatda hujjatlar to'plami farq qilishi mumkin. 4-nozik joy doimiy yashash manzili. Pasport kitobchalarida propiska muhrlari aniq ko'rinib turgan.
ID karta esa ko'proq elektron baza bilan ishlaydi. Shuning uchun ba'zi pensionerlar ID kartada manzil yozilmagan ekan, men ro'yxatdan chiqib qolmaymanmi deb o'ylaydi. Aslida manzil ma'lumotlari tegishli elektron bazalarda yuritiladi. Lekin bazadagi manzil noto'g'ri bo'lsa, sizga muammo bo'lishi mumkin. Masalan, subsidiya ijtimoiy yordam, poliklinika biriktiruvi, kommunal imtiyozlar, kadastr ishlari yashash manzilingiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu sabab ID karta olganda yoki hujjat almashtirganda manzil ma'lumotlari to'g'ri kiritilganini tekshirtiring. 5-nozik joy, eski hujjatdagi ma'lumotlar bilan elektron bazadagi ma'lumotlar mos kelmasligi. Bu ayniqsa yoshi katta fuqarolarda uchraydi. Masalan, tug'ilgan joy eski pasportda Toshkent obli deb yozilgan, bazada Toshkent viloyati bo'lib turibdi. Bu oddiy farqdek ko'rinadi, lekin ba'zan avtomatik tizimlar bunday farqlarni xato deb chiqaradi. Yoki otasining ismi bir hujjatda Abdullayevich, boshqasida Abdulla o'g'li shaklida. Bunday holatlarda idora xodimidan hammasi yaxshi degan gap bilan cheklanmasdan asosiy ma'lumotlarning to'g'ri kiritilganini tekshirishni so'rang. Keyinchalik tuzatish ancha ko'proq vaqt olishi mumkin. 6-nozik joy, ishonchli vakillik. Farzandlar ko'pincha ota-onasi o'rniga borib hujjat almashtirib bermoqchi bo'ladi. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjat berish jarayonida fuqaroning o'zi ishtiroki, fotosuratga tushishi, biometrik ma'lumotlari olinishi talab qilinishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, men otamning pasportini olib kelib, o'zim almashtirib ketaman degan tartib har doim ham ishlamaydi. Agar ota-onangiz bora olmasa, avval mas'ul bo'limga qo'ng'iroq qiling yoki borib so'rang, qanday tibbiy hujjat kerak, joyiga chiqish mumkinmi? Vasi yoki vakillama taqdim etadi. Shunda vaqt yo'qotmaysiz. 7-nozik joy, muddati yaqin tugayotgan xorijga chiqish pasporti. Pensionerlar ba'zan davolanish uchun chet el klinikasiga shoshilinch borish kerak bo'ladi. Bilet olingan, klinika kuni belgilangan. Lekin aeroportga yaqin qolganda pasport muddati 2 oy qolganini bilib qolishadi. Ayrim mamlakatlar bunday pasport bilan kiritmasligi mumkin. Shuning uchun men har doim maslahat beraman, agar chet elga chiqish ehtimoli bo'lsa. Pasport muddatini kamida 6 oy oldin tekshirib qo'ying. Davolanish, ziyorat, qarindoshlarni ko'rish, bular ko'pincha oldindan rejalashtiriladi. Hujjatni ham oldindan tayyorlang. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Hoziroq pasportingizni yoki ota-onangiz pasportini qo'lga oling va 3 narsani tekshiring. Birinchisi amal qilish muddati. Ikkinchisi hujjatning jismoniy holati, yirtilmaganmi, rasm aniqmi, yozuvlar o'qiladimi? Uchinchisi, ma'lumotlar to'g'rimi? Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, jins, seriya va raqam. Agar shu 3 narsa bittasida muammo bo'lsa, almashtirish yoki tuzatish bo'yicha harakatni boshlang. Ikkinchi qadam. Qaysi hujjat kerakligini aniqlang. Agar sizga O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash kerak bo'lsa, ID karta masalasi ko'riladi. Agar chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ikkalasining vazifasi boshqa-boshqa. Banka borish, pensiya olish, davlat xizmatlaridan foydalanish uchun ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat muhim. Chegara kesib o'tish uchun esa xorijga chiqish pasporti talab qilinadi. 3-qadam. Qayerga murojaat qilishni biling. Odatda ID karta va pasport masalalari bo'yicha yashash joyingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilinadi. Elektron davlat xizmatlari portali orqali ham ayrim xizmatlar bo'yicha navbat olish yoki ariza berish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin pensionerlar uchun eng qulay yo'l farzandi yoki yaqin qarindoshi bilan birga borib, joyda mas'ul xodimdan to'liq ro'yxatni olish. 4-qadam, hujjatlar tayyor bo'lsin. Odatda eski pasport yoki amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ariza, davlat boji to'langanini tasdiqlovchi ma'lumot. Zarur bo'lsa nikoh yoki ajrim guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, yashash manziliga oid ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, bu alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Agar hujjat shikastlangan bo'lsa, shikastlangan hujjatni ham olib boring. Agar yoshi katta inson bora olmasa, tibbiy ma'lumotnoma yoki vakillik bo'yicha talablarni oldindan so'rang. 5-qadam. To'lov va muddatlarni oldindan aniqlang. Davlat boji miqdori, xizmat muddati, tezlashtirilgan tartib bor yo'qligi vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun men aniq summa aytib odamlarni chalg'itmayman. Eng to'g'ri yo'l davlat xizmatlari markazi, migratsiya bo'limi yoki rasmiy portal orqali hozirgi to'lovni tekshirish.
Ayniqsa pensionerlar uchun imtiyoz bormi, yo'qmi? Nogironligi bor shaxslar uchun alohida tartib bormi? Buni ham joyida so'rash kerak. 6-qadam hujjat topshirgandan keyin ma'lumotlarni tekshiring. Yangi ID karta yoki pasport tayyor bo'lganda, uni olib chiqib ketishdan oldin ism, familiya, tug'ilgan sana, hujjat raqami va amal qilish muddatini ko'zdan kechiring. Xato bo'lsa, o'sha zahoti ayting. Bir harf xatosi keyinchalik bankda, pensiyada, notariusda, merosda katta muammoga aylanadi. Mayli keyin tuzatarmiz demang, hujjatni olayotgan paytda tekshirtiring. 7-qadam eski hujjat nusxalarini saqlang. Albatta rasmiy kuch ega hujjat yangi hujjat bo'ladi. Lekin eski pasportdagi ayrim ma'lumotlar, muhrlar, yashash manzili, oilaviy holat haqidagi yozuvlar kelajakda kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun almashtirishdan oldin eski pasportning asosiy sahifalari va muhim yozuvlari nusxasini oling yoki telefoningizga sifatli rasmga tushirib qo'ying. Bu ayniqsa meros, kadastr, qarindoshlikni tasdiqlash, eski mehnat hujjatlari bilan solishtirishda foydali bo'lishi mumkin. 8-qadam ota-onangizni yolg'iz yubormang. Yosh katta inson hujjat masalasida ko'pincha savol berishga tortinadi. Xodimning gapini to'liq eslab qolmasligi mumkin. To'lov terminali yoki elektron navbatda qiynalishi mumkin. Farzand yoki yaqin qarindosh yonida bo'lsa, jarayon ancha osonlashadi. Lekin barcha ishni tanishingiz orqali qilishga urinmang. Rasmiy navbat, rasmiy to'lov, rasmiy chek, rasmiy ariza bo'lsin. Hujjat masalasida vositachilarga pul berish xavfli. Demak, pensionerlarga pasport kitobchani almashtirish har doim ham faqat yo'sh sababli majburiy emas. Asosiy mezonlar. Hujjat muddati tugaganmi? Yaroqlimi? Ma'lumotlar to'g'rimi? Elektron bazalarda muammo yo'qmi? Chet elga chiqish rejasi bormi? Bank yoki notarius kabi rasmiy ishlar bormi? Agar muammo bo'lsa kechiktirmang. Agar hammasi joyida bo'lsa, vahima qilmang, lekin hujjatingizni tekshirib qo'ying. Ota-onangizning pasportini ham ko'zdan kechiring. Chunki ko'p muammolar aynan e'tiborsizlikdan boshlanadi. Sizning holatingiz qanday? Pasport kitobchangiz bormi? ID karta oldingizmi? Pensioner ota-onangizda hujjat almashtirishda muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan savollar bo'yicha alohida javob tayyorlayman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat yo'shi katta insonni katta ovoragarchilikdan saqlab qolishi mumkin.